Meni yaxshi ko'rgan insonlarni Alloh yaxshi ko'rsin. Alloh yaxshi ko'rgan insonlarini jannat bilan siylasin. Shu videoni ko'rib turgan jigarlarim, Allohni nazari tushgan insonsizlar. Hozir rekomendatsiyadan mana shu profil chiqib qoldi. Ko'rdim. TikTokda 162 million obunachisi bor ekan. Allohni nazari tushgan inson ekan. Havas qildim jigarlarim. Mana shu videoni kim ko'rayotgan bo'lsa, haqiqiy musulmon bo'lsa, muslima bo'lsa, bir dona podpiska, bir dona like, bir dona komment, bir dona repost bosib ketsin jigarlarim. Sababi xuddi mana shunaqa insonlarga o'xshab bizlar ham harakat qilyapmiz. Yaxshi video qo'yib kontent qilyapmiz. Bizlarda ham bir yaxshi niyatimizga sherik bo'lib, Alloh taolo balki sizlarni sababchi qilib obunachilarimiz bir 200 million bo'lib ketsa ajoyib emas. Yaxshi niyat yarim mol deydi-ku. Sizlarni yaxshi ko'raman jigarlarim. Jonlaring sog' bo'lsin. Addush hurmatdasizlar. Meni kuzatayotgan O'rta Osiyo Tron nomer 1. Поддержка uchun rahmat.